Men uchun shaxsan Amerika, Kanada bir xil. Kanadaga kelsangiz, sizdan juda katta mehnat, katta sabr talab qilinadi. Demak, shuncha mehnat va harakat, sabr orqali erishilsa, buni mukofoti shunga arziydi deb o'ylaysizmi? Albatta arziydi, arziydi mukofot. Buni ketgan sabr, mehnat, hammasi, qiyinchiliklar arziydi. Lekin chidashligi bu har bir odamning o'ziga bog'liq. AQSh tashlab ko'rgan ekansiz. AQSh yoki Kanada, qaysi biri sizga ko'proq ma'qul? AQShda imkoniyat ko'proq, katta davlat, odami ko'p. AQShda hayot, biznes qilish yaxshi. Kanada xavfsizroq. Kanadaga kelishdan siz nima topdingiz-u, nima yo'qotdingiz? Kanadaga kelishda men hech narsa yo'qotmadim, ko'p narsaga erishdim. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, yaqinda yangi loyiha boshladik. Hozirgi kunda Kanada hududida o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz o'z hayot yo'llarini o'z sohalarida egallab, demak barchaga o'rnak bo'lib kelayotgan yurtdoshlarimiz bo'yicha ularni bosib o'tgan yo'llari va boshqa shaxsiy tajribalari bo'yicha suhbat tashkil qilyapmiz. Ya'ni bu intervyu ko'rinishida podkast shaklida bo'ladi. Bugungi mehmonimiz demak O'zbekistonlik yurtdoshimiz Fazliddin aka Komilov. Hozirgi kunda Kanada hududida stomatologiya sohasida demak o'zini faoliyatini ko'rsatayotgan, ya'ni o'zini stomatologiya bo'yicha shaxsiy klinikasiga ega bo'lgan yurtdoshimiz. Shu inson bilan bugungi suhbatni olib boramiz. Fazliddin aka, avvalambor rahmat suhbat uchun vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingizga. Keling, qisqacha auditoriya uchun siz haqingizda tushuncha beramiz. Sizni LinkedIn sahifangizni ko'rib chiqdim. U yerda yozilishicha, siz University of Torontoni bitirgansiz va ushbu universitetni hattoki doktorlik darajasiga ega ekansiz va bugungi kunda KMA Dental deb nomlangan o'zingizni shaxsiy klinikangiz bor ekan. Demak, qisqacha qilib gapirib bera olasizmi bugungi kundagi kasbingiz va holatingiz bo'yicha? Albatta. Assalomu alaykum hammaga, tomoshabinlar. Albatta rahmat shu imkoniyatni berganingiz uchun. O'z haqimda gapirib beradigan bo'lsam, albatta men asosan shu O'zbekistonda Toshkent davlat meditsina institutining stomatologiya fakultetiga kirganman. Shu fakultetda bitirib, keyin shu fakultetda qolib, ilmiy ish qilib, 91-yilda shu kandidatlik dissertatsiyamni o'qiganman. O'sha paytlarda men shu ingliz tilini o'rganganman. Katta bo'lgan ingliz tiliga. Shu ingliz tilini o'rganib, keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga grant yutib, yoqib borib, yordam va taqdir bilan shu Kanadaga kelib, Kanadada yana o'z kasbimni davom ettirishga qaror qilib, shu Toronto universitetida Faculty of Dentistry, ya'ni stomatologiya fakultetiga o'qib chiqdim va hozirgi paytda shu Sudafkan klinikani boshqarib davom ettirib kelyapman. Tushunarli. Demak, sizni Kanadaga kelish yo'lingiz dastlab Amerika Qo'shma Shtatlari orqali o'tgan ekan. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Kanadaga kelish tarixingiz haqida qisqagina gapirib bersangiz. Men birinchi Amerikaga kelganman. Amerikada ilmiy xodim viza bo'yicha kelganman. U viza odatda boshqa vizaga o'zgartirish juda qiyin. J1 viza deyiladi. Shu paytda Amerikada ilmiy ish qilayotgan paytimda Kanadaga bir turist bo'lib kelganman. Keyin shu kelganimda shu Kanada nima uchundir qanaqadir boshqacha ko'rinishga ega bo'lgan, boshqacha hissiyot, xuddi haligi Yevropa davlatlariga o'xshab ketganda ko'rinib qo'ydi. Shu keyin qaytib borganman Amerikaga. Keyin shu natija kelgandan keyin shu Kanadaga kelishga qaror qildim. Birinchidan Kanada ingliz tili, boshqa til emas. Albatta bu yerda ikkita til bor, davlat tili, fransuz va ingliz tili, lekin ingliz tili oson bo'lganligi uchun shu o'z faoliyatimni shu Kanadada davom ettirishga qaror qildim. Tushunarli. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishdan oldin ham Kanada bo'yicha eshitgansiz, balkim kuzatgansiz. O'zimdan tasavvur qanaqa bo'lgan edi? Ya'ni Kanadaga birinchi marta kelishingizdan oldingi tasavvur va kelgandan so'ng tasavvur bir-biriga o'xshashmidi yoki boshqacha tasavvur qilganmidingiz?
to'g'ri. Amerikaga kelishdan oldin man shu Amerika, Kanada haqida ko'p o'qiganman, ko'p odamlar bilan muloqotda bo'lganman. Amerikada albatta, masalan, siz odamlardan eshitasiz va o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz boshqacha bo'ladi. Endi hayron qolarli bo'lgan taassurotlar albatta sal boshqacha bo'lgan. Yaxshi tomonda bo'lgan albatta. Amerikada ham, Kanadada ham. Kanada bilan Amerika endi ozgina farqi bor, unchalik qattiq emas. Asosan shu endi buni keyinchalik bilasiz, ko'p yashagandan keyin qonunlar sal boshqacharoq Amerikaga nisbatan. Endi mani fikrim bo'yicha, mani o'z fikrim, qonunlari sal qattiqroq Amerikaga nisbatan. Ya'ni tartib kuchliroq Kanadada. Tushunarli. Demak, o'zingiz aytib o'tdingiz, Kanadaga kelishdan avval Amerikadan bir sayohat qilib ketgandim, ya'ni bir ko'rib, ko'zim bilan guvohi bo'lib ketgandim va keyin qiziqishim ortdi deb aytdingiz va ko'pchilikka qiziq, o'zi yurtdoshlarimiz misol Amerikaga o'qishga yoki boshqa faoliyat bilan kelgandan so'ng doimiy yashash vizasi bilan emas, albatta vaqtincha yashash vizasi bilan kelgandan so'ng Kanadaga o'tishga qiziqishadi, chunki doimiy yashash huquqini olish imkoniyati nisbatan yengilroq deb qarashadi. Va sizda immigratsiya tarixi qanday amalga oshdi? Ya'ni siz Kanadaga o'tganda qaysi viza bilan o'tdingiz va doimiy yashash huquqiga qanday va qachon erishdingiz? Amerikaga yashagan paytimda albatta menda ilmiy xodim vizasi bo'lgan. Buni aytdim, o'zgartirish qilaman. Uning uchun albatta O'zbekistonga borib, ishlab, qaytib ketish kerak edi. Kanadaga men ekspress viza orqali keldim. Endi bularni ochko bo'yicha ingliz tili, yoshi, Ta'lim. viza tarifi, shularni hisobga olishgan, shu orqali keldim. Kanadada bilasiz, shu kelganingizdan keyin siz bemalol permanent resident, ya'ni doimiy yashovchi vizasiga ega bo'lasiz. Ko'piga 3 yil yashaganingizdan keyin fuqaro bo'lishingiz mumkin. Shu asosan shu orqali keldim. Demak, siz o'sha balli sistema bo'yicha Express Entry dasturida ball to'plab immigratsiya qilib o'tgan ekansiz va o'z-o'zidan savol tug'iladi. University of Toronto jahon reytingida baribir anchagina obro'ga ega bo'lgan oliy dargohlardan va aynan o'sha oliy o'quv yurtida o'qishni boshlaganingizda menimcha yosh bo'lmagansiz, o'ziga yarasha anchagina yo'lni bosib o'tgan bo'lgansiz va nimaga aynan shu universitetni tanladingiz va o'sha paytda necha yoshda yana qaytadan o'zingizni talaba sifatida hayotingizni boshqatdan boshlagandingiz? Bu juda qiziq savol. Albatta bu savol ko'pchilikka boshqacha tuyuladi, ayniqsa O'zbekiston sharoitida. O'zingizni talaba qilib, siz Kanada, Amerikada xohlagan yoshda his qilishingiz mumkin. Buni chegarachi yo'q. Bunga masalan yoshingiz katta bo'lib, ya'ni siz student bo'lolmaysiz, talaba bo'lolmaysiz degan gap yo'q. Chunki o'qish davom etadi. Nima uchun men Toronto universitetini tanladim? Buni tanlamadim. Bu Kanadada Amerikadan farqli ravishda universitetlar soni kamroq. Shuning uchun albatta buni hamma biladi. Kanadani aholisi kam. Territoriyasi katta bo'lgani bilan aholisi kam. Shuning uchun imkoniyat, universitetga kirish imkoniyatlari ancha kichikroq. Siz agar masalan men shu paytda bir necha universitetga ariza topshirganman. Lekin arizani qabul qiluvchi ariza topshiruvchilar soni juda ham yuqori. Ya'ni raqobat ham katta. Bir o'rinda 100 ta odam ariza. Ochig'ini aytsam, bunaqa tanlashga bizga sharoit bo'lmagan. Chunki o'sha qaysi universitetga yo'l bersa, qabul qilsa, o'sha joyga kirasiz. Endi shu paytda Toronto universitetida meni qabul qilishgan, shuning uchun men shu universitetga kirdim. Demak, o'sha paytda necha yoshda bo'lgandingiz kirganingizda?
shu paytda 45 yoshda bo'lganman. Demak, hech qachon endi erta kechi yo'q. Masalan, 40 yoshdan keyin yana o'qiyman yoki hayotni boshqatdan boshlayman deb qiziq savol berishadi. Demak, bu narsa Kanada va Amerika o'xshagan davlatlarda oddiy holat, ko'p kuzatiladi. E, Endi Kanadaga o'sha doimiy yashash uchun ko'chib o'tganingizdagi o'sha ilk kunlaringizni eslay olasizmi? Ya'ni boshida moslashishda qanaqa kutilmagan holatlarga duch kelgan edingiz? Endi albatta man Kanadaga Amerikada yashab o'tganim uchun unchalik ko'p mashaqqat yoki bir qiyinchilik bo'lmagan. Chunki til bir xil, urf odatlar hammasi bir xil, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmagan. Shu birinchi shu o'tganimda, Kanadaga o'tganimda albatta endi biz masalan o'z sohamda ishlamaganman. Shuni ko'p bilishi zarur. Chunki hamma o'yladi kelib darrov o'z sohamda ishlayman. Bu bunaqa bo'lganda qiyin. Chunki Kanadada sizni diplom o'qishlaringiz darrov tasdiqlanmaydi, darrov tan olinmaydi. Ma'lum qismi tan olinadi. Bu o'qish jarayonida sizga qo'shimcha yaxshiliklar beradi, ya'ni kredit yoki o'qish vaqtini kamaytirishi mumkin. Shu holatlarda sizga diplomingiz, O'zbekistondagi diplom o'tishi mumkin. Bu diplomni tasdiqlaguncha siz xohlagan boshqa ishda ishlashingiz mumkin. Endi mumkin emas, lekin ishlashga majbursiz. Chunki siz axir yashashingiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Shu maqsadda boshqa ishlarda ishladim, lekin qiyinchilik uncha bo'lmadi, yo'q. Endi bugungi kundagi holatingizni misol uchun ko'pchilik misol ular uchun bu orzu bo'lishi ham mumkin, ya'ni xususiy klinikani egasi bo'lish yoki mana shunaqa nufuzli universitetlarda o'qish, lekin bu yo'lgacha yetib kelish oson bo'lmagan. Aytib o'tganingizdek, yangi kelgan davlatda hamma narsani noldan, boshqatdan qurish kerak bo'lganda bu narsani hamma boshdan o'tkazgan va eng qiziq savol, ko'pchilik shu narsaga qiziqadi. Hamma narsani tashlab, noldan yangi davlatga borsak, biz baribir boshqa ishni qilamiz boshida, baribir o'zimizni yo'nalishimizga tushib olguncha deyishadi. Sizda bu narsada qanaqa kasblarda, qanaqa sohalarda kerak bo'lsa, qora ishlarda bo'lishi mumkin. O'zingizni sinab ko'rgansiz, o'zingizni yo'nalishingizga kirib olguncha ham boshqa nima ishlarni qilgandingiz boshida kelganda? Customer service deyiladi masalada. Internet search bo'yicha biz shu odamlar ketmoqganda biz shularni internetga ulashiga, ya'ni texnik yordam, kompyuter texnik yordami bo'yicha men shu sohada ishlaganman. Tushunarli. Endi yangi umuman har qanday davlatga borganda inson baribir xatolar qiladi. Keyinchalik buni eslaganda shu narsani ortga qaytib to'g'rilash imkoni bo'lganda bunday qilmagan bo'lardim deb aytadi. Va sizda misol uchun agarda bugun hamma narsani qaytadan boshlash imkoni berilganida yana mana shu sohada ketgan bo'larmidingiz yoki boshqa sohaga kirgan bo'larmidingiz? Endi ochig'ini aytsam, menda boshqa sohada qanaqa hunarim yo'q. Bundan boshqa soha kelmaydi albatta. Endi yana bir narsani aytishga majburman. Yo'q, men faqat shu o'zimning sohamda ishlagan bo'lardim. Yana bitta narsa, eng murakkab narsa shundan iboratki, bu sohada juda ko'p sizdan sabr talab qiladi. Mashaqqatli ish. Bir necha yillar ketishi mumkin, o'rganib ba'zida o'sha haligi rad javobini olasiz universitetdan, ko'p universitetdan rad javobini olasiz. Shu qanaqadir ruh ham tushmaslik kerak. Ruh ham tushmaslik kerak. Yoki boshqacha aytganda shu qayta harakat qilish kerak. Shundagina siz bir narsaga erishishingiz mumkin. Albatta menga ham ko'p rad javoblar kelgan boshqa universitetlardan. Endi men boshqa hunarim bo'lmaganligi uchun boshqa sohada ishlash qobiliyatiga ega emasman. Shuning uchun men shu sohani baribir qayta harakat qilishga urindim. Men ko'p odamni bilaman, endi stomatolog bo'lib kelishgan, lekin albatta bu mashaqqatli bo'lganligi uchun boshqa kasbga o'tishgan, ya'ni boshqa kasb maqsad qo'ygan bo'lsa, shu sohaga erishaman deb, albatta erishsa bo'ladi, lekin
juda ko'p mehnat talab qiladi. Tushunarli. Yaxshi mavzuni boshladik. Ya'ni e, bugungi kunda ko'pchilik O'zbekistondagi stomatologlarda ham shunaqa orzu deymizmi, maqsad deymizmi, baribir rivojlangan davlatda borib faoliyat yuritish istagi bo'ladi. Va o'zingizni sohangiz, tajribangizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, aynan bugungi kunda Kanadada stomatolog bo'lish uchun e, O'zbekiston diplomlari tan olinmasligini aytib o'tdingiz va agarda kimdir O'zbekistonda yaxshi malakali stomatolog bo'lsa, u narsani Kanadaga kelib amalga oshirish niyati bo'lsa, unda bu qanday amalga oshiriladi? Ya'ni aytaylik, birdaniga stomatolog bo'lib qolmaydi deb aytdingiz. Shunda bu insonlar noldan o'qishlari kerakmi yoki qandaydir usullar bormi diplomlarini tan oldirish masalasi bo'yicha? Albatta, O'zbekiston diplomi, stomatolog diplomi qisman o'tadi, butunlay o'tmaydi. Lekin siz u yerda masalan malakali kasb egasi bo'lsangiz yoki yangi bitirgan stomatolog bo'lsangiz, Kanadada uni farqi yo'q. Rag'bat yetishim olmaydi. Chunki biz Kanada stomatolog bo'lish uchun maxsus bosqichlar bor. Shu bosqichlardan o'tishingiz kerak. Lekin sizni ish tajribangizni hisobga olinmaydi biz tomondan. Yoki o'sha qanchalik siz malakaligingizni hisobga olinmaydi. Kanadada o'sha stomatolog bo'lib ishlash uchun o'sha har xil teoriyadan, klinika imtihonlaridan o'qishingiz mumkin. Ikkita varianti bor. Ikki yo'l bilan, ikki usul bilan siz stomatolog bo'lishingiz mumkin. Birinchi usuli shu imtihonlarni topshirib o'tib, siz 3-4 kurslarga o'tishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchi kursni o'qimasdan. Ikkinchi varianti yo'ldan boshlab o'qisangiz, bunda 4 ta kursni o'qiysiz. Shu usul bilan siz stomatolog bo'lishingiz mumkin. Va stomatologiya sohasida raqobat anchagina yuqori. Buni o'zingiz ham guvohi bo'lgansiz tajribangizda. Va yaqinda bir yurtdoshimiz fikr bildirib qoldi. Bugungi kunda o'zi shundoq ham O'zbekistonda turib oyiga 5-10 ming dollar daromad qila olaman stomatologiya sohasida. Men hamma narsadan voz kechib Kanadaga borsam arziydimi degan qiziq savolni o'rtaga tashladi. Endi gap pulda emas, baribir bu yerda boshqacha qadriyatlar, boshqacha demak o'ziga xos imtiyozlar haqida gap ketish kerak edi aslida, lekin mablag' masalasida gapirib qolishdi. Endi katta pul topish uchun Kanadaga kelishni tavsiya qilishmaydi o'zi necha yildan beri yashaydigan insonlar. Lekin sizni tajribangizda o'zi asli niyati pul bo'lmagan, lekin O'zbekistondagi daromadidan ko'proq daromad topishga niyat qilganlar uchun Kanadaga ko'chib kelish arziydimi yoki ular boshqa davlatlarga harakat qilgani ma'qulmi? Mana shu juda yaxshi savol. Men o'ylaymanki, mana shu eng katta ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. Birinchidan, Kanadaga ko'pchilik Kanadani faqat endi pul ishlab keyin qaytib ketaman deb o'ylagan davlat deb o'ylashadi. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Koreyaga o'xshatib. Endi buni masalan aniq ochig'ini aytish kerak. Kanadaga agar shu pul ishlab keyin qaytib ketaman deb o'ylasangiz, bu juda katta xato bo'ladi. Kanadaga kelmoqchi bo'lsangiz, siz butunlay shu yashab qolaman deb shu maqsadga kelishingiz kerak va butun kuch qudratni hammasini shunda sarflash kerak. Albatta, Kanadada boshlang'ich paytlarda sizda pul bo'lmaydi. Pul ishlay olmaysiz katta miqdorda. Bunga tayyor bo'lishingiz kerak. Yoki O'zbekistonda 10 ming dollar topolmasangiz, Kanadaga kelib, o'g'ri $1000 topasiz oyiga yoki 1500 dollar topasiz. Shunga rozi bo'lishingiz kerak. Shuni qabul qilishingiz kerak. Bir danaga siz katta pulni topib, bunga ancha vaqt ketadi. Agar shularni hisobga olib, bunga juda jiddiy qarash kerak, chunki bunda siz ishingizni tashlab kelasiz, oilangizni olib kelasiz, bola-chaqani olib kelasiz. Ular boshida o'zidan moddiy qiyinchilik bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Lekin shu maqsadni siz o'zingiz yaxshi qo'yishingiz kerak. Nima maqsadga kelasiz Kanadaga? Pul ishlab ketish deganingiz bu noto'g'ri hisoblanadi. Agar doimiy kelib yashayman, mana shu hayotni boshqatdan
noldan boshlab quraman deb kelsangiz, bu boshqa variant. Shuning uchun shu ikkita variantni o'rtasidan topishingiz kerak, tanlashingiz kerak biron bittasini. Shuni aniq katta ahamiyat berish kerak. Chunki O'zbekistonda balki ular bilan bo'lishi mumkin. Lekin katta miqdorda pul topishni buning uchun ancha ko'p vaqt ketadi. Buning uchun o'sha masalan endi man stomatologiya sohasida aytsam, bu juda murakkab narsa. Mana shu sohada ancha yillardan beri faoliyat ko'rsatasiz va o'sha sizni sohangizda siz kabi noldan hayotini bosib o'tgan boshqa o'zbekistonliklar ham bormi yoki bu soha hali o'zbekistonliklar orasida unchalik rivojlanmadimi Kanadada? O'zbekistonda manga o'xshagan stomatolog hozircha man hali hech kimni tanimadim, ko'rmadim. Balki bor bo'lishi mumkin. Buni man masalan inkor qilishim juda qiyin. Chunki man hozirgacha o'zbekistonlik stomatolog manga o'xshab o'qib ishlab boshqa mamlakatlardan o'rtoqlik davlatda ko'rganman, eshitganman, bilaman. O'zbekistondan hozircha mani xabarim yo'q. Lekin albatta bo'lishi mumkin. Bir tanishimiz bor. Menimcha Qirg'izistondan bo'lsalar kerak. Yana adashmasam, hozir aniq esimda yo'q. Qirg'izistonlik bir tanishimiz bor, ularni bilaman. Ular Londondagi Western universitetini o'qiganlar. Qaradashlar Qirg'izistondan bo'lganlar. O'zbekistondan hozircha xabarim yo'q. Ha, tushunarli. O'zi shundoq ham tabiiy holat, sababi Kanada necha yillar davomida o'zbekistonliklar uchun juda bir ochiq davlat emas edi, ya'ni viza olish masalasi nihoyatda qiyin bo'lgan shu paytgacha. Oxirgi 2-3 yilda anchagina son oshishni boshladi. Ya'ni shunda ham asosan o'sha student bo'lib kelganlar ko'payishdi O'zbekistonlikda. Balki ular orasida endi sekin-sekin paydo bo'lar bu kasb vakillari va O'zbekiston va Kanada stomatologiyasi o'rtasida farqlar mavjud. Siz tajribangiz O'zbekistonda ham bo'lgan ekan, bu yerda ham. Qaysi asosiy farqlarni aytib o'tgan bo'lardingiz? Ya'ni sistema bo'yicha qaysi farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi stomatologiya sohasida? O'zbekiston bilan Kanada stomatologiyasi o'rtasida albatta farqlari bor. Farqlar juda katta. Asosiy farqlar birinchidan stomatologlar bu yerda boshqacha tizimda siz kamida 4 yil bakalavr diplomini olib o'qishingiz kerak. Bundan keyin siz stomatologiya maktabiga yoki fakultetiga kirasiz. Unda yana 4 yil o'qiysiz. Jami bo'lib 8 yil o'qiysiz maktab bitirgandan keyin. Noldan. Agar shunda sizga omadingiz kelsa. Lekin mana shu 8 yil bitirganlarni statistika bo'yicha soni bor yo'g'i 15% tashkil qiladi. Ya'ni 85% kamida 5, 6, 7 yil o'qib, keyin stomatolog kelgan bo'ladi. Shuning uchun bu ancha juda murakkab, ko'p yillarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda bo'lsa, albatta maktab bitirganingizdan keyin siz to'g'ri stomatologiyaga kirasiz. 5 yildan keyin stomatolog bo'lib chiqasiz. Xo'sh, buni endi masalan ta'lim, ilm jihatdan yana bitta narsasi ahamiyat berish kerak. Kanadada ko'p stomatolog bo'lganlar ancha ko'p hayotni ko'rgan bo'ladi. Stomatolog bo'lib bitirgandan keyin o'sha paytda ular ancha nima desam bo'ladi, yetuk o'sha qarorlarni qabul qilish hammasi ancha yetuk bo'ladi va bu juda haligi ko'p hayotda bo'lib o'tgan bo'ladi. Endi bu ilm jihatdan mana buni hal qildik. Endi agar klinika protseduralariga o'tsak, bunda ham juda ko'p farqlar bor. Endi bular har birini aytib o'tishga ancha vaqt ketadi, lekin farqlar juda ham katta. Asosan Kanadada stomatologlarni tayyorlagan paytda eng asosiy narsa shu faktorlardan biri bu kasalga zarar yetkazmaslik. To'g'ri, bu haqda hamma davlatda aytiladi.
lekin asosiy shunga ahamiyat beriladi va ya'ni etikali doktor qilib yetkazishni ta'minlaydi. Tushunarli. Demak, Kanadada o'sha to'laqonli stomatolog bo'lish uchun maktabni tugatgandan so'ng o'sha high schoolni 12 yillik ta'limni, demak, 4 yil bakalavr va yana 4 yil stomatologiya maktabida o'qishi talab qilinar ekan, anchagina vaqt oladi bu narsa. Endi shunaqa holatlar bo'lsa-chi, masalan, O'zbekistonda stomatologiyani tugatgan inson stomatolog emas, lekin dental assistant yoki o'sha gigiyena bo'yicha mutaxassis bo'lish masalalari bor. Ya'ni u to'laqonli stomatolog bo'lishdan oldin ana shu sohalarda o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, ularga nisbatan qisqaroq vaqt sarflansa kerak. Shunday emasmi? Albatta, agar siz vaqtincha dental assistant bo'lib ishlaman desangiz yoki dental hygienist, gigiyenist degani, gigiyenist bo'lib ishlayman desangiz, gigiyenist bo'lib ishlashga baribir o'qishingiz kerak bo'ladi. O'qishingiz mumkin emas gigiyenist bo'lib ishlab. Kamida o'qishlarni har xil turi bor. 18 oy, eng qisqasi va 3 yilgacha shunaqa kurslar bor. Kollejda dental gigiyenist bo'lish uchun. Dental assistant bo'lish uchun ham siz o'qishingiz kerak va diplom olishingiz kerak. Dental assistant o'qishini muddati menimcha hozir adashmasam shu 8 yo'dan 12 oygacha o'qiladi. Ularni o'qigandan keyin siz shu sohalarga ishlashingiz mumkin. Tushunarli. Keling, endi mavzuni biroz o'zgartiramiz va siz yashab turgan hudud, hozirgi kundagi yashayotgan joyingiz bu o'sha Ontario provinsiyasi Kingston shahri ekan va bu yerdagi o'zbek jamiyati haqida gapirib bera olasizmi? Ya'ni o'zbeklar bormi o'zi asli bu hududda yashayotgan? Kingstonda o'zbeklar juda kam. Biz bilgan o'zbeklardan hozir talabalar kelishgan. Shu kamida menimcha hozir bitta talaba o'qishni bitirib hozir ishlayaptilar. Ikkinchi talaba, ular endi qirg'izistonlik, lekin millati o'zbek, Qirg'iziston respublikasidan ketishgan. Ular hozir o'zimizda mana shu Kingstonda Queens universiteti bor, o'sha yerda PhD diplomi bilan bo'yicha ishlayaptilar. O'zbeklar Kingstonda kam. Juda kam. Juda kam, bir ikkita uchta. Asosiy biz o'zbeklar jamiyatimiz Ottawa va Torontoda bor. Chunki har xil yig'ilishlarda biz shu tomonlarga boramiz. Tushunarli. Demak, Toronto va Ottawa o'rtasida joylashgan shahar ekan. Tushunarli. Unday bo'ladigan bo'lsa, nima uchun aynan shu shaharni tanladingiz o'sha yashash uchun? Qanaqa sabablar bunga olib kelgandi sizni? Faoliyatingizmi yoki boshqa? Albatta, buni sababi bor. Bu Kingston'ni tanlashga. O'sha men Toronto universitetida o'qigan paytimda shu o'qishga 6 oy qolgan paytda, bitirishga 6 oy qolgan paytda men shu o'qishni bitirgandan keyin stomatolog bo'lib ishlashni, o'zimni klinikamda ishlashni xohlardim. Ya'ni boshqa ofislarda, boshqa klinikalarda associate bo'lib ishlashni xohlamas edim. Shu maqsadda men o'sha klinikalarni bizda maxsus agentstvalar bor, shu klinikalarni sotish bo'yicha. Men shu paytda klinikani, shu Kingstondan chiqqan klinikani shu klinikani yoqtirib qolganman va shuni keyin sotib olishga qaror qilib sotib olganman. Shu sababli men keyin Kingstonga ko'chganman. Tushunarli. Va aynan bu shaharda uzoq yildan beri yashab kelyapsiz, demak. Albatta. Xo'p, demak, o'zbeklar kam deb aytib o'tdingiz, asosan boshqa shaharlarda. Bu yerda asosan qaysi millat vakillari ko'proq yashashadi? Immigrantlar, baribir davlati Kanada, va siz qaysi millat vakillari bilan ko'proq yaqinroqsiz? Kanada, albatta, mana Kingston shahrini asosiy qismi bizda endi kanadaliklar tashkil qiladi. Bu yerda boshqa millatlar, immigratsiyalarda asosan italiyaliklar bor. Ko'pi Angliyadan kelgan, ya'ni angliyaliklar. Germaniyadan ko'p kelgan immigrantlar bor. Mani asosiy muloqot qiladiganim asosan shu millat vakillari.
Bizni shu xizmat ko'rsatgan bemorlarimiz, klientlarimiz hammasi shu davlatlardan tashkil etadi. Asosan angliyaliklar tashkil qiladi. Ispaniyaliklar judayam kam miqdorda. Yana undan tashqari Kanadani asosiy o'zini birlamchi millatlari bor. Ular ham judayam kam butun. Shuning uchun bizni asosiy muloqot qiladigan klientlarimiz shu kanadaliklar hisoblanadi. Tushunarli. O'zbekiston va Kanada o'rtasidagi o'sha hayot munosabati, hayot tarzi deylik. Mana shu holatlarda anchagina baribir farqlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistondagi va Kanadadagi hayot tarzi. Uzoq yildan beri baribir chet elda yashab kelyapsiz. O'zbekistondagi hozirgi holat haqida balkim 100% tasavvurga ega bo'lmassiz, balkim tez borib tursangiz ham. Lekin qaysi asosiy farqlarni aytib o'tgan bo'lardingiz? Baribir bu juda katta yer va osmonchalik farq bor hayot tarzida deb. Albatta, buni gapni aytish juda qiyin, lekin harakat qilaman. Endi asosiy mana shu hayotni O'zbekiston, Kanadada har xil bo'lishiga sabab mani fikrim asosiy bu iqtisodiy sabab bo'ladi. Iqtisodiy faktor bu juda katta rol o'ynaydi. Albatta Hindiston farovonligi juda katta ahamiyatga ega. Endi buni shu iqtisod faktor deganimizdan keyin agar insonda iqtisod yetarli bo'lsa, yaxshi hayot kechirsa, bu albatta nima desam bo'ladi? Kamroq shu farqlar kamayishiga olib kelishi mumkin. Chunki mana biz ko'ramiz, iqtisodiy faktor tufayli ko'pchilik O'zbekistondan boshqa davlatlarga ishlagani kelishadi. Endi turmush sharoitlari albatta katta shaharlardan tashqari kichkina shaharlarda ancha qiyin holatda albatta. Ularni hisobga olish kerak. Endi ilm jihatdan albatta unchalik nima desam bo'ladi, O'zbekistonda ilm darajasi ancha yuqori, bu juda ham yaxshi. Bu davlat tomonidan ham bu rag'batlantiriladi va ko'plab qo'llab-quvvatlanadi. Bu juda ham yaxshi narsa. Lekin mani fikrim mana shu endi iqtisodiy faktor bo'lganligi uchun mana har bir narsani hisoblaganingizda Keyingi savolimiz bu mana 10 yildan oshiq, balkim 15 yil bo'lgandir. O'sha musofirchilikda chet elda baribir umr kechiryapsiz. Mana shu holat sizga aynan biroz falsafiy savol, nimalarni o'rgatdi, aynan qanday hayotiy saboqlar berdi chet elda musofirchilikda hayot kechirish? musofirchilikda hayot kechirish albatta juda katta bir saboq berdi. Tajribam ancha oshirdi, juda katta. Endi bir to'g'ri gapni aytganda, O'zbekistonga men borib turaman. Har 2 yilda, ya'ni yoki har 3 yilda o'z qarindoshlar, og'aynilar, kursdoshlarni uchrashtiraman. Endi asosiy savollardan biri, endi bilasiz, bizda har bir insonda, har bir oilada maqsad qo'yadi. Maqsad shu, oilamiz yaxshi bo'lsin, bola-chaqa yaxshi o'qisin degan maqsad, to'g'rimi? Hamma shu sababli intiladi, yaxshi universitetda o'qisin, yaxshi ishda ishlasin. Shu qatori endi mana shu musofirchilikda yashaganda biz ko'p ko'ramiz. Har xil millatni ko'ramiz, har xil urf-odatni ko'ramiz. Ularni solishtiramiz. O'zimizni xalqimiz urf-odatlari bilan, o'zimizni hayotimiz tarzimiz, sharoitlari bilan. Endi albatta nima desam bo'ladi, har bir millatni o'ziga yarasha o'zini urf-odatlari bor. Biz faqat shu millatlarni yaxshi narsani o'zimizga olamiz va shuni o'zimiz tadbiq qilamiz. Albatta Kanadada oila, maktab, bolalarni o'qitish bular sal farq qiladi O'zbekistondan va boshqa davlatlardan. Asosan ko'proq Kanada davlati farzandlarini, bolalarni mustaqil bo'lishga o'rgatadi. Birinchi yosh sinflardan boshlab, hatto bog'cha paytlaridan boshlab ularni
mustaqil qilishga o'rgatadi. Mana shu bir ko'zga ko'rinarli farq deb aytaman. Mhm. Endi o'zimizni masalan asosiy o'zimizga kerakli foydali bo'lgan sabablardan biri albatta ko'proq odamlar o'z sog'lig'iga e'tibor berishadi. Kanada endi to'g'ri masalan to'g'ri ovqatlanish. Yana bir aytaman, asosiy sabablardan biri bu iqtisodiy faktor bo'lishi mumkin, psixologik faktor bo'lishi mumkin. Inson sog'lom bo'lishi bu asosiy bir omillardan biri. Sizga muvaffaqiyat bo'lishingiz uchun. Demak, o'z-o'zidan yaxshi mavzuga qo'l urdingiz, ya'ni Kanadada farzand tarbiyasi masalasi. Bu juda ham nozik masala, ko'pchilik qiziqish bildiradi, immigrant niyatimda bo'lganlar. Va o'zingiz shaxsiy tajribangizdan nima deb aytgan bo'lardingiz? Farzand tarbiyasida nimalar ko'p o'ylantirishi kerak bugungi kunda immigrant ota-onalarni, aynan Kanada va g'arbiy davlatlarda farzand katta qilish. Bu albatta juda katta bir masala. Kanadada farzand tarbiyasi qilish juda ham qiyin, murakkab. Buni ikkita varianti bor, ikki yo'nalishi bor ham bo'ladi. Birinchi yo'nalish, agar siz farzandingizni shu kanadalik bolalar bilan birga o'qib, birga taraqqiyot qilib, shular bilan birga yursin desangiz, bu birinchi varianti. Albatta, bular shu kanadalik bolalarni ta'siri, kanadalik o'qish sistemasi ta'siri ostida sal boshqacha bo'lib o'tishadi. Ya'ni sizdagi ko'pincha masalan bizda O'zbekistonda tarbiyalangandan farqli ravishda ular o'sadi. Bularga nimalar kiradi? Farq shundaki, ular ko'proq mustaqil bo'ladi. Sizga quloq solmasligi mumkin. Keyin shu haligi endi o'zimizni islomik urf-odatlarni saqlamasligi mumkin. Bu tabiiy narsa. Ikkinchi varianti, agar ikkinchi variant bo'yicha farzandni tarbiya etmoqchi bo'lsangiz, siz shu maxsus shaxsiy maktablarga berishingiz mumkin. Bu maktablarda o'sha ham Kanadani dars tizimini o'qitishadi va yana islomik, ya'ni bu islomiy maktab hisoblanadi. Islomiy maktab bo'yicha shu islomiy sohada ham o'qitishadi. Bunda albatta shu islomik urf-odatlar saqlanib qolgan holatda o'stirish, tarbiyalash mumkin. Endi buni qaysi yo'lda borishi bu ota-ona o'ziga bog'liq albatta. Ota-ona shu boshida hal qilib va gaplashib o'zaro bir xulosaga kelib hal qilishsa bo'ladi. Lekin endi bu har bir ikkala variantni ham yaxshilab o'ylab ko'rish kerak albatta. Guvohi bo'lamiz. Misol shunaqa stereotip bor, ya'ni noto'g'ri fikr keng tarqalgan. Aytiladiki, g'arb davlatlarida, ya'ni musulmon bo'lmagan davlatlarda farzandlar tarbiyasida qandaydir beadablik, odobsizlik, kattani hurmat qilmaslik degan narsa oddiy holat deb qabul qilishadi. Lekin men o'zim shaxsan guvohi bo'ldim. Kanadaliklar, ya'ni oq tanli aholi deb aytaylik, o'sha insonlarni farzandlarini kuzatganingizda juda bir tarbiyali, xushmuomala, intellektual, bilim salohiyati yuqori bo'lgan va hayotda faqat pozitiv bo'lgan insonlarni ko'p kuzatamiz. Ya'ni bolalarni, hali bu bolalar, o'smirlar, va aynan ulardan shu jihatlarini o'rganish kerak bo'lgan joylari bor va xuddi shu narsani kuzatamizki, boshqa demak ota-onalarni farzandlarida buni aksi teskarisi. Ya'ni besh qo'l barobar emas. O'zbekistonda ham misol uchun o'zimizni qadriyatlar, islomiy odatlar bilan shakllanish mavjud deb aytamiz, lekin bugungi kunda ko'ryapmiz, ko'p narsalarda o'zgarish bor. Hattoki mana o'zimiz O'zbekistonda ham ba'zi yoshlar, ba'zi farzandlar biz xohlaganday emas va balans ushlash nihoyatda murakkab. Bu haqda ko'p gapiriladi. Demak, umuman olganda o'zingizni farzandlaringiz haqida qanday qisqacha gapirib bergan bo'lardingiz? Ularning bugungi kundagi ta'limi yoki faoliyati, rejalari haqida?
Albatta, man shu gapingizga ozgina qo'shimcha qilaman. O'sha ko'pchilik o'ylagan bolalarni tarbiyasi g'arb davlatlarida yomon degan narsa bu albatta noto'g'ri narsa. Farzandlar hech qachon bu yerda mana shu g'arb davlatlari tizimida o'qib, maktabida o'qib, katta bo'lib bo'lgan bolalarda tarbiya hech qachon yomon bo'lmaydi, bo'lmagan. Buni endi kimdir noto'g'ri informatsiya bolalar bo'lishi mumkin. Masalan, man shaxsan bolalarim hozir hammasi yaxshi o'qiydi. Judayam yuqori ball olib o'qishadi. Ikkita qizim hozir high schoolda o'qiyapti, yaxshi. Baholar hammasi shu 90dan yuqori albatta. Bir o'g'lim 8-sinfda o'qiydi, universitetda. Ham baholari bu yerda endi baho sistemasi boshqa, shu raqam bo'yicha 90dan yuqori oladi. Eng katta o'g'lim o'qishni bitirib, u hozir mustaqil ravishda ishlamoqda va hech qanaqa bir haligi yomon narsa ko'rmadim. Mana shu jihatdan aytishimga majburman. Endi aytmoqchimanki, man agar ba'zilar shu haligi islomik urf-odatlarni saqlab, shu islomik kiyinishlarni saqlab qolishmoqchi bo'lsa, shu variantni oldingi hafta gapimda aytgan edim, ikkinchi variantlar bo'lishi mumkin deb. Lekin umumiy bolaning taraqqiyoti uchun, bolaning dunyoqarashi, o'qishi, katta bir yaxshi kasbga ega bo'lishiga buning hech qanaqa ta'siri yo'q. Buning uchun buni o'sha ota-ona o'zlari hal qilishlari kerak. Demak, ko'p narsa bu to'g'ri, jamiyat ta'siri mavjud albatta, lekin oilada ota-onani ta'siri baribir farzandga nisbatan jamiyatdan ko'ra ko'proq, ya'ni yaxshi oilada tarbiya topgan bolalar albatta o'zini kelajakda yo'lini topadi. U har qanday g'arb davlatida bo'lsa ham deb aytmoqchisiz. O'zingiz mana farzandlaringiz ta'limidan ko'nglingiz to'layapti, ulardan demak xursandsiz va hech bir har bir ota-ona xohlaydi o'z farzandi qaysidir soha vakili bo'lishini. Farzandlaringizda kuzatganmisiz? Kelajakda qanday rejalari bor yoki O'zbekistonda shunaqa muammo borki, farzand o'qishni tanlaguncha ham kerak bo'lsa o'sha 11 yillik maktab tugatgandan so'ng ham unda aniq bir reja mavjud bo'lmaydi. Bu tarqalgan holat. Chunki maktab sistemasida bolani kasbga yo'naltirish degan tushuncha unchalik rivojlanmagan. Buni tan olamiz yoki yo'qmi, bu fakt. Va Kanadada sistema boshqacha deb eshitamiz, ya'ni bolani maktab davridayoq qaysidir sohaga qiziqtirib, uni yo'naltirib borishadi deyishadi. Sizni farzandlaringizda qanday rejalar mavjud yoki O'zbekistondagi bolalarga o'xshab hali rejaga ega emasmi farzandlaringiz? Yo'q, albatta Kanadada shu rejalarni oldindan bilishadi bolalar, harakat qilishadi shunga. O'zbekistonda farqli ravishda Kanadada bolalarni universitetga qabul qilish ancha oldin boshlanadi. Masalan, shu oxirgi sinfda, 12-sinfda tugamasdan turib, bolalarni universitetga qabul qiladi. Mana endi shaxsan mani holatimga kelsak, katta qizim hozir shu mani izimdan bormoqchi. Niyatlari shu stomatolog bo'lish. Hozircha uni mana keyingi yilni iyun oyida tugatadi. Lekin hozir o'zi Ottawa universiteti uni qabul qildi. Ya'ni sog'liqni saqlash bakalavriga shu grant bilan qabul qilishni qabul qildi, qaror chiqardi. Lekin hozir yana bir 4-5 terminga ariza tashlangan. Shularni hozir kutib o'tiribmiz. Qolgan ikkita farzandim hali ular sal yoshroq, shuning uchun ularni hozir rejasini haqida gaplashish qiyin. Shuning uchun Kanadada oldindan rejani qiziqtirish yoki tanlashga bu ota-ona yordam bo'lishi kerak, ota-ona sababchi bo'lishi kerak. Albatta birinchi jarayonda aytdim, hamma birinchi bo'lib shu birinchi bakalavrni o'qish kerak. Shu sohaga yaqin. Bakalavrni 4 yil o'qigandan keyin yoki o'sha tanlagan soha o'sha 4 yil ichida bo'lsa, yaxshi. Agar 4 yil ichida bo'lmasa, undan keyin shu 4 yildagi bakalavrdan keyin yana o'qishga qaror qilinadi. Shuning uchun bu ota-onaning roli katta deb o'ylayman. Tushunarli. Demak, mana farzand katta qilib tajriba to'pladingiz va shunda bir narsaga guvoh bo'lamiz. Aytishadiki, Kanada ta'lim tizimida bolani unchalik
bosim bilan qiynashmaydi. Ya'ni fanlar ko'p emas deyishadi, o'qish o'ta murakkab, qiyin emas, uy vazifalari ko'p emas deyishadi. E, Natijada farzandda yetarli bo'sh vaqt bo'ladi deyishadi, ya'ni o'zini ustida ishlash uchun. O'zbekistonda bilamiz, endi har bir fandan yaxshi bo'lishini xohlaymiz farzandlarni, va ular juda ko'p uyga vazifalarni olishadi. E, Va mana shu narsada nima deb o'ylaysiz, fikringiz qanday? Bolaga ko'p hajmdagi informatsiya, ma'lumotni berib, unga bosim yuklash ma'qulmi, yoki bo'lmasam ta'lim tizimi yengilroq bo'lishi kerakmi? Chunki uy vazifalarida balkim yordam bergandirsiz farzandlaringizni ta'limida. Shu jihatdan qanaqa farqi bor? Bu narsani qanday aytgan bo'lardingiz? Bu juda ham bir qiziq savol. Albatta, hamma uchun qiziqarli. Gapingiz to'g'ri. Kanadada ko'p uy vazifasi berilmaydi. Kanadada yana ko'p kitoblarni ko'tarib yurilmaydi maktabda. Misol, mani o'g'lim maktab 8 sinfda o'qiydi. Hech qanaqa kitob hali to'nkasiga solib yurganini ko'rmaganman. Hozir to'nkasi faqat shu obyektivli shu sandwich olib yuradi, bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q ichida. Darsni asosan uy vazifasini ko'p studentlar, o'quvchilar maktabda qilishadi. Lekin high schoolda sal boshqacharoq sistem. High schoolda uy vazifasi ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa shu 11-12 klassda uy vazifasi juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu 8-sinfgacha uy vazifasi berilmaydi. Shu 9-10da sal beri boshlashadi. 11-12da juda ko'p berishadi. Mana shu farqi bor. Mana hozir 12-sinfdagi qizim darsi juda ham ko'p. Hatto shu nima deydi, 24 soat ham yetmaydi dars qilishga. Juda ham ko'p vazifasi bor. Ayniqsa mana shu asosiy fanlar bo'yicha, kimyo, biologiya, matematika, fizika, tillar, mana shular sohada vazifa juda ham katta bo'ladi. Endi albatta bu sistemlar tezdan boshqa bo'lganligi uchun endi O'zbekistonda ko'p, men bilaman, ko'p bosim o'tkazishadi, majburlashadi. Endi buni ham o'sha davlat sharoitiga bog'liq. Agar maktabda o'sha boshlanishidan boshlab bolalarga shu qanchalik shu o'qish zarurligini boshlariga quyib, agar yaxshi undirishsa, unda albatta bolani o'ziga bog'liq. Bola o'zi o'qib, o'zi nima qilish kerak. Lekin bu albatta hamma oilada bo'lmaydi. Bu har bir oilada, albatta Kanadada ham yomon o'qigan bolalar bor, oilalar, befarq qiladigan oilalar ham bor. Bu hammasi oila emas. Lekin inson shu baribir ota-ona nazorat qilib turgani juda katta ta'sir o'tkazadi. Yaqinda bir qiziq ma'lumotga ko'zim tushdi. Ya'ni dunyo bo'yicha har bir davlat miqyosida olingan maktab o'quvchilarini bilim darajasini o'zlashtirish reytingi mavjud ekan. Ya'ni adashmasam PISAmi shunaqa. Va bu reytingda top mamlakatlar albatta bu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari, ya'ni o'sha Koreya, Yaponiya, Xitoy, Singapur kabi davlat farzandlari ekan. Va qiziq jihati aynan o'shalardan so'ng Kanada turibdi. Ya'ni Kanada kuchli 10talikda turibdi ekan. Farzandlari ta'lim darajasini, maktab o'quvchilarining ta'lim darajasini demak shkalasi bo'yicha yuqori reytinglarda ekan. Va shunda odam o'ylab qoladiki, demak farzandga bolaga juda katta bosim yuklash boshqa, va uni o'sha sohaga qiziqtirib, o'sha darsni o'sha maktabni o'zida uyga vazifalarni amalga oshirish boshqa ekan. Va o'z-o'zidan keyingi savolga olib keladi. Demak, farzandlarda yetarlicha vaqt sport uchun, boshqa o'zini hobbilari uchun qoladi degan tushunchaga olib keladi va rivojlanish uchun. Sizda ham ko'rgandik, adashmasam, mana shu yoshda ham skeyt uchib yurish, skateboarding uchish masalalarida ko'zim tushgan, yoki masalan ov masalasi, baliq fishingga borish, baliq ovlash, sayohat masalalari. Ya'ni bo'sh vaqtlaringizda asosan siz qanday sevimli mashg'ulotlaringiz bor va farzandlar qanday bo'sh vaqtlarini sarflashadi? Ama Kanada bilan O'zbekistonda qanchalik farq qiladi bu narsa, bo'sh vaqtini sarflash? Albatta, bizda ayniqsa sayohat ko'p qilamiz bo'sh vaqtimizda. Kanadada bilasiz, dunyoda eng ko'p ko'llar mamlakat hisoblanadi. Juda ham ko'p baliq ovga chiqamiz, kempingga chiqamiz,
oila o'rtoqlarimiz bilan birga sayohat qilamiz. Ko'pincha bolalarga bu ancha katta yordam beradi rivojlanishga albatta. Bolalar bilan yana masalan mana bolalarim sportga borishadi. O'g'lim kurash kurash bo'yicha hozir u qatnashadi. Katta o'g'lim ham kurash bilan ya'ni bo'lgan sportga qatnashgan. Bu ancha yaxshi bolalar. Bola bilan faqat shu tinimsiz o'qish deyish bu noto'g'ri. Albatta bilan bo'sh vaqt o'tkazilishi kerak. Ba'zi hollarda biz shu Janubiy Amerikaga borib sayohat qilib kelamiz oilamiz bilan birga. Har kurortlarga bu ham ancha bolalarni eslab qoladigan nima bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Chunki faqat shu kitob, ilm biz ko'p boshini o'tkazishdan ham bu yaxshi emas. Chunki u bola har tomonlama rivojlanishi kerak. Ayniqsa Kanada maktablarida sportga ahamiyat juda ham katta. Ayniqsa xokkey degan sport juda ham mashhur. Xokkeychilar doim maktabda ancha hurmatga ega. Shuning uchun bu narsani albatta qayerda yashashingizdan qat'iy nazar bola bilan vaqt o'tkazish juda ham katta ahamiyatga ega. Buni hatto maktab ham rag'batlantiradi. Shu agar farzandim bilan bir joyga boraman desangiz, albatta ular buni sizga nima deydi, rag'batlantirib, qo'llab-quvvatlaydi. Mani fikrim xuddi shunday deb o'ylayman. Ish va hayot o'rtasidagi muvozanat, ya'ni vaqtida ishlash, vaqtida o'zi uchun vaqt ajratish. Bu masala o'zimiz ham mana O'zbekiston tizimidan kelganmiz, Kanadaga boshimizdan o'tgan. O'zbekistonda ko'proq ishga e'tibor beriladi, uydagi ota yoki ona ko'proq o'zini vaqtini ishga sarflaydi, hattoki dam olish kunlarida ham. Stress nihoyatda yuqori. Hozirgi kunda ham bu narsa menimcha hali yo'qolgani yo'q. Va Kanada bilan O'zbekistonda o'sha farq shunda seziladi. Mana relax bu yerda ko'proq ish o'z vaqtida, dam olish o'z vaqtida. Sizni sohangizda misol uchun ish soatlari qanaqa? Misol soat 9 dan 5 gachami yoki yakshanba, shanba kunlari ham ishlaysizmi? Dam olish kunlari qanaqa? Ya'ni umuman qanaqa farqlarni sezgansizki? Siz chunki O'zbekiston tizimida ham ishlab ko'rgansiz-da. Qanaqa katta farq bor ish va hayot o'rtasidagi muvozanat bo'yicha? Endi bu hammaga ma'lum, albatta Kanadada hamma faqat shu dushanbadan jumaga ishlashadi. Shanba, yakshanba doim dam. Men ham klinikam xuddi shunaqa. Ish boshlash vaqtim 8:30da boshlayman. Soat 4:30-5larda tugataman ishimni. Asosan shu dushanbadan jumagacha ishlayman. Shanba, yakshanba dam. Ba'zi kunlari juma kunlari ham dam olaman. Shu haftasiga 2 kun, 3 kun dam bo'ladi. Shu bizga nima desam bo'ladi, ancha bir qanaqadir yengillik beradi. Ya'ni siz bemalol o'z oilangiz bilan vaqtingizni o'tkazishingiz mumkin. Mana shu jihatdan stress kam. Ya'ni siz qanchagina shu 3 kun dam olib, shu haftada o'tgan stressni cheklaysiz mumkin. Shu jihatdan menimcha O'zbekistonda, bilaman O'zbekistonda shanba kuni ham ishlashadi ko'p joylar. Faqat bir kundan albatta bu kamlik qiladi meni fikrim bo'yicha. Xo'p, Kanadani soliq tizimi, ya'ni bugungi kundagi tibbiyot holatidan ba'zida mana blogerlardan ko'p eshitamiz, ayniqsa rus tilida blog qiladiganlar. Bugungi kunda muammolar albatta yetarli, bu narsani ko'rib turibmiz. Ya'ni vrachlar yetishmasligi, mutaxassislarni yetishmasligi yoki o'sha uzundan uzun navbatlar. Shu holatlar siz kelgan paytingizda qanday bo'lgan? Hozirgi kunda bu yomonlashdimi yoki kelajakda nima bo'lishi mumkin? Siz tibbiyot odamisiz, baribir tibbiyot sohasi vakilisiz. Aynan mana shu nozik muammoda tibbiyot masalasi Kanadada. O'zimdan ko'nglingiz to'ladimi tibbiyotdan? Shu haqida ham fikrlaringiz bo'lsa yaxshi bo'lardi. Albatta, hozir tibbiyot yordam Kanadada asosan ko'p aholi uchun albatta davlat qoplaydi hamma xarajatlarni. Tibbiyotga borsangiz, tibbiyotda yordam ko'rsatish bo'yicha hozir vrachlar sal kamaygan nisbatan. Masalan, aytaylik 10-15 yil oldin vrachlar soni ko'proq bo'lgan. Ya'ni mana shu oxirgi 5 yil ichida vrachlar yetishmovchiligi ancha sezilarli. Lekin bu tibbiyotga bo'lgan muhtojni
muhtojga uncha yomon ta'sir qilmaydi. Chunki albatta klinikalar bor. Buni tez yordam klinikalari deyiladi yoki shunchalik siz borib o'sha kerakli retsept yoki dori darmon olib olishingiz mumkin. Ya'ni sizga ko'rsatilgan xizmat darajasi o'zgarmaydi. Faqat siz shu o'zingizni masalan shaxsiy vrachingiz bo'lmaydi, lekin umumiy klinikaga borib yordam olishingiz mumkin. Agar judayam bir zarur bo'lsa, siz bemalol go'shtimiga borasiz. Go'shtida albatta hamma yordam ko'rsatishadi. Endi bular hammasi ko'pchilik bularda bilmaydi. Bu hamma xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi. Shuning uchun Kanadada soliq nisbatan sal ko'proq boshqa davlatlarga nisbatan. Albatta, endi bu soliqlar albatta yana nimaga ishlatadi? Asosan shu Kanadani maktab, Kanadani ya'ni politsiya xizmatlarini qoplaydi, maktablarni qoplaydi albatta. Mana shu iqtisodiy jihatdan foyda qilmaydigan sohalarga mana shu soliq tizimidan ishlatiladi. Shuning uchun endi soliq tizimi katta bo'lgan bo'lmagan bu bunchalik nima desam bo'ladi, ta'siri yo'q. Odam o'rganib ketadi, bu tabiiy narsa. Endi boshqa masalan bossangiz Yevropa davlatlarida soliq Kanadadan ancha yuqori. Men shunday deb o'ylab eshitganman. Albatta, soliq bo'lgan joyda ijtimoiy turmush tarzi yaxshi bo'ladi. Ya'ni insonlarga hammasi imkoniyat shu sarflanadi albatta. Mana fikr xuddi shunday. Lekin albatta vrachlar soni kamayishi bu yaxshi emas, lekin afsuski bu hozir shunaqa holat kuzatilmoqda Kanadada. O'zbekiston masalasida gaplashsak, O'zbekistonni 2 yilda yoki 1 yilda borib turaman deb aytib o'tdingiz. Ya'ni O'zbekistonni tez-tez sog'inib turasizmi? Ya'ni qaysi payt ko'proq O'zbekiston esingizga tushadi? Ya'ni bir borib kelsamidi deb xayolingizga o'tadi. Asosan O'zbekistonga borish juda sog'inaman. Albatta, endi O'zbekistonni bilasiz, yoz juda ham issiq bo'ladi. Yozda borish juda ham yaxshi vaqt emas va asosan shu kuz oyida yoki bahor oyida borgim keladi. Endi bahor, kuz juda ham yaxshi vaqt hisoblanadi. Albatta, O'zbekiston endi bu masalan tug'ilib o'sgan davlatimiz, vatanimiz, sog'inamiz albatta. O'rtoqlar bor, qarindoshlar bor, ishlarni bir nima qilib ko'rgimiz keladi. Endi lekin shu jihatdan aytish kerakki, baribir Kanadada ham nima desam bo'ladi, endi katta bir ishi hammasi sizga bog'liq bo'ladi. Agar ko'p ketolmayman O'zbekistonga albatta. Ish jihatdan endi asosiy klinikani yuritib ma'murlarning uchun ko'p ketishga sharoit ham yo'q va tez bo'lishga ham sharoit kamroq. Lekin asosiy yaxshi ko'rib boradigan vaqt bu kuz bilan bahor hisoblanadi. Demak, ish faoliyatingiz sabab doimiy ravishda tez bora olmaysiz, lekin ta'tillarda albatta borib turasiz. Xo'p, endi bu yerga ancha yildan beri o'rnashib qolganingizdan keyin ko'proq ildizlar mustahkam o'rnashib qolgan bo'ladi. Faqat shu borib shu aylanib sayohat qilib kelish masalasi demak birinchi o'rinda. Xo'p, endi O'zbekiston bilan o'zi ilmiy o'z yo'nalishingizda soha bo'yicha qanaqadir hamkorliklar o'rnatildimi yoki ko'prik vazifasi bajarilyaptimi yoki hali bu narsaga vaqt yoki imkon bo'lmadimi? Ya'ni o'zingiz sohangiz bo'yicha qanaqadir O'zbekistonliklar malakasini oshirish, ularga bir ular ko'nikmalarini oshirish bo'yicha takliflar chiqdimi sizga yoki hali bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi? Yo'q, hozircha bu haqda hech qanaqa sezishlar yo'q, lekin kelajakda planda bor, maqsad qilib qo'yganman albatta. Endi bu Kanadadagi olgan hamma tajribalar, bilimlarni albatta o'zbekistonlik stomatologlar bilan o'zbekistonlik talabalar bilan bu takliflar chiqib turibdi. Ba'zi bir odamlardan shu borib nima qilib tashrif qilish. Endi hozir buni tashrif qilish sal murakkabroq. Mana shu oldin aytgan ish ancha ko'p vaqtimizni olib turadi. Shu jihatdan albatta. Lekin albatta har qanday hamkorlik, har qanday tajriba bilim almashinish bo'lsa, albatta biz men o'z bilim kuchimni berishga tayyorman. Lekin umid qilamanki bu bo'ladi.
Tushunarli. Keyin mana ijtimoiy tarmoqda, ayniqsa Instagramda yaqindan kuzatib boramiz. Ya'ni aynan o'sha stomatologiya, Kanada stomatologiyasi bo'yicha o'zingizni tavsiyalaringizni, ish tajribangizdan ulashib turasiz va baribir qiziq. Bu davlatda boshqacha, bu davlatda boshqacha. Umuman olganda biz bu masalani ham o'sha tavsiya qilgan bo'lardik. Aynan auditoriyaga qiziqsangiz, shu Kanada stomatologiyasi bo'yicha o'sha havola qoldiramiz video ostida o'tib ko'rishlari mumkin. Va keyingi masala o'zi yaqin kelajakdagi rejalaringiz qanaqayu uzoq rejalar, uzoq kelajakdagi rejalar qanaqa, ayni sohangiz bo'yicha? Soha bo'yicha endi hozir nima desam bo'ladi, bizni ishimiz ancha qizg'in, doim band bo'lamiz. Stomatologiya xizmatiga bo'lgan talab judayam katta Kanadada. Yaqin vaqtdagi planlarimiz shu ishlab turish hozirchalik. Endi keyin kelajakdagi maqsadlarimiz shu aytdim, mana shu O'zbekiston bilan hamkorlik qilish, Instagramni yaxshilab rivojlantirish. Agar shu faqat shu muxlislarga foydali narsa bo'lsa, albatta shularni kuchaytirish, ularni ko'proq kredibilliklarni qo'yish shu planda bor. Endi yana bilasiz, hali bolalarimiz yosh, farzandlarimiz, shularni ham bir o'qitib oyoqqa turg'izиш bu kelajakdagi vazifalarimizdan biri. Aha, shunday. O'zbekistonga qaytish rejasi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz qachondir yoki hali bu narsa xayolingizda emasmi? Endi bu haqda hozircha o'ylab ko'rmadim, lekin kelajakda har xil narsa o'zgarishi mumkin. Albatta, agar imkoniyat bo'lsa, O'zbekistonga ham shu umumiy klinikani filialini ochish planda bor. Tushunarli. Hop, Kanadaga kelmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bor, juda ham ko'p sohalardan. Endi faqatgina shu sizning sohangizda emas, turli soha vakillari Kanadaga kelib hayotini qurishni, shu yerda farzandlarini katta qilishni baribir xohlashadi. Ularga qanday o'zingizni shaxsiy tajribangizdan maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ya'ni kelish usullari bo'yicha emas, o'sha kelgandan so'ng nimalarga e'tibor berishi, qaysi jihatlari o'ylab oldindan ruhan tayyor bo'lishi, ya'ni immigratsiya uchun qaror qilayotganda nimalarga e'tibor berishi masalalari bo'yicha. Eng asosiy mani beradigan maslahatim shundan iboratki, Kanadaga kelsangiz, sizdan juda katta mehnat, katta sabr talab qilinadi. Shunga tayyor bo'lib turing. Bir necha yillar siz o'z sohangizda ishlay olmasligingiz mumkin. Agar siz Kanadaga borib darrov bu sohamda ishlayman, har bir soha, faqat stomatologiya emas, injener bo'lasizmi, boshqa sohada ishlaysizmi, shu sohada oldin siz Kanadada akkreditatsiya qilishingiz kerak. O'z diplomingizni, o'z bilimingizni, o'z sertifikatingizni akkreditatsiya qilganingizdan keyin, unda ham agar o'sha sohada ish, bozorda ish bo'lsa, shundagina siz o'z maqsadingizga erishishingiz mumkin. Shuning uchun oldindan aytadimki, shu ko'proq kutilmagan narsalar bo'lishi mumkin. Sizlarga tayyor bo'lishingizni istardim. Tayyor bo'lib, shu har xil agar maqsadni katta qo'ygan bo'lsangiz, qattiq harakat qilsangiz, erishasiz maqsadga, lekin birdaniga bo'lmaydi. Ya'ni tez bo'lmaydi. Ancha ko'p yillar o'tishi mumkin. Shunga tayyor bo'lgan bo'lsangiz, unda albatta erishasiz. Agar shuni qilmayman desangiz, unda Kanada siz uchun to'g'ri kelmasligi mumkin. Shu tomonni ham sizlar shunga qarab turib plan qilishi albatta. Demak, shuncha mehnat va harakat, sabr orqali erishilsa, buni mukofoti shunga arziydi deb o'ylaysizmi? Albatta arziydi. Mukofot. Bunga ketgan sabr, mehnat, hammasi, qiyinchiliklar arziydi. Lekin shuni endi har bir kishi o'zini qanchalik shunga erisha olish, ya'ni qanchalik shuni chidashligi, bu har bir odamning o'ziga bog'liq. Shuning uchun masalan hammaga bir xil bo'lmasligi mumkin. Shu tomonni o'ylab qo'yish kerak albatta. Endi buni ko'p faktorlar ta'sir qiladi. Oila, a'zo, bola-chaqa va moddiy tomondan. Xo'p, endi keling qisqa savollar, ya'ni blitz savollarga o'tamiz. Ya'ni qisqa lo'nda savolga javob olamiz. Ba'zida kutilmagan qiziq savollar tushib qolishi mumkin. O'zbekistonning qaysi viloyatidansiz asli? Qaysi millatidan? Viloyat. Namangan oblasti To'raqo'rg'on rayonidanman. Hozir aynan O'zbekistondan nimani sog'inyapsiz ayni kunlarda?
O'zbekiston taomlarini sog'inyapman hozir. Milliy taom. Hop, tushunarli. Eng sevimli sizni hobbingiz nima aynan Kanadada? Kompyuter o'yinlarini o'ynash. Afsuski, haliyam bor shu. Tasavvur qiling, stomatolog bo'lmadingiz, qaysi kasb egasi bo'lgan bo'lardingiz taxminan? IT. AQShda yashab ko'rgan ekansiz. AQSh yoki Kanada, qaysi biri sizga ko'proq ma'qul? Bu judayam bu qisqa savolga javob bo'lishi mumkin emas. AQSh yaxshi. AQShda imkoniyat ko'proq, katta davlat, odami ko'p. AQShda hayot, biznes qilish yaxshi. Kanada xavfsizroq. Kanadada sal ish masalasi qiyinroq, albatta ish markazi kamroq, ish bozori. Endi sohaga qarab turib aytasiz, masalan, har bir soha Amerikada ko'p bo'lishi mumkin yoki ikkinchi soha Kanada. Shuning uchun masalan biz sohaga kelganda men uchun shaxsan Amerika, Kanada bir xil. Shu Kanadaga kelishdan siz nima topdingiz-u, nima yo'qotdingiz? Kanadaga kelishda men hech narsa yo'qotmadim, ko'p narsaga erishdim. Kanada deganda qanday 3 ta so'z birinchi navbat hayolingizga keladi? 3 ta so'z. Birinchi uchta so'zlardan birinchisini men aytaman. Kanada deganda birinchidan bu insonga bo'lgan ahamiyat juda ham katta. Ikkinchidan Kanadada oila juda ham katta ahamiyatga ega davlat tomonidan qaraladi. Uchinchidan Kanadada bilim juda ham kuchli. Kanadani eng katta minusi deb nima aytgan bo'lardingiz? Sovuq, temperatura sovuq, havosi. Havo masalasi. Ha, tushunarli. Demak, bugungi asosiy savollarim shulardan iborat edi. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Yana kelajakda nasib qilsin yuzma-yuz ko'rishib, o'zbek jamiyatida suhbatlar olib borish va faoliyatingizga omad, oilaviy farovonlik tilaymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Ko'rishguncha yana xabarlashamiz. Barchaga xayr. Xayr.